Bizning ta'lim muassasamiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22 yanvardagi O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasining Urganch filialini tashkil etish to'g'risidagi 31-sonli qarori asosida o'z faoliyatini boshlagan. Bugungi kunda filialda bitta fakultet va bitta kafedra faoliyat yuritib, 156 nafar talaba xoreografiya jamoalari rahbari ta'lim yo'nalishida tahsil olmoqda. Talabalarga 2 nafar professor, 1 nafar dotsent, 1 nafar katta o'qituvchi hamda 5 nafar assistent o'qituvchilar dars berib kelmoqda. Filialning ilmiy salohiyati hozirda 33% dan oshgan bo'lib, yil yakuniga qadar uni 60% dan oshirish rejalashtirilgan. Filialda 30 nafarga yaqin iqtidorli talabalar bor. Ular ilmiy rahbarlari bilan birgalikda ilmiy tadqiqot ishlari olib bormoqda. Natijada xalqaro va respublika jurnallarida 70 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar chop etilgan. Bitiruvchilar bandligini ta'minlash borasida ham ijobiy natijalarga erishilmoqda. Jumladan 2024-2025 o'quv yilida bitiruvchilarning 93% ish bilan ta'minlangan bo'lsa, joriy o'quv yilida bu ko'rsatkichni 100% ga yetkazish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 2025-2026 o'quv yilidagi 20 nafar bitiruvchi talabalardan 12 nafari, ya'ni 60% allaqachon ish bilan ta'minlangan. Ilm-fan va ijod yo'nalishida talabalar Hindiston, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Fransiya, Misr, Yaponiya kabi davlatlarda o'tkazilgan xalqaro tanlov va festivallarda faol ishtirok etib, 10 dan ortiq talaba Grand Prix va sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan. Filial o'qituvchi xodimlarimiz tomonidan olib borilayotgan ilmiy izlanishlar natijasida 2 nafar tadqiqotchining PhD ilmiy darajasini olishlari kutilmoqda. Bundan tashqari 1 nafar talaba Zulfiya nomidagi davlat mukofoti, 3 nafar talaba madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni, 1 nafar talaba Qoraqalpog'iston Respublikasining Umid uchquni ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Shuningdek, 2 nafar talaba Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi va 2 nafar talaba Xorazm viloyati hokimi stipendiyasi sohiblari hisoblanadi. Xususan, 2025-yilda 3-bosqich talabasi Maqbal Jumabayeva xalqaro tanlovda ishtirok etib, 1-darajali diplom bilan taqdirlandi. U shuningdek Qirg'iziston Respublikasining Issiqko'l shahrida o'tkazilgan xalqaro do'stlik festivalida ham 1-o'rinni egalladi. Filial xalqaro hamkorlik aloqalarini ham keng yo'lga qo'ygan. Jumladan Qozog'iston Milliy xoreografiya akademiyasi hamda Belarus davlat san'at va madaniyat universitetlari bilan akademik memorandumlar imzolangan. 2026-2027 o'quv yilidan boshlab filialda magistratura mutaxassisligini tashkil etish rejalashtirilgan bo'lib, bu soha rivojiga bo'lgan qiziqish ortib borayotganidan dalolat beradi. Umuman olganda, filial qisqa vaqt ichida respublikadagi san'at va madaniyat yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari orasida o'zining munosib o'rnini egallab bormoqda.